Tasavvur qiling, ming yillar oldin odamlar hali kitoblar ham, internet ham bo'lmagan davrda yashagan. Kechqurunlari olov atrofida yig'ilib, kattalar bolalarga turli hikoyalar aytishgan. Bu hikoyalar oddiy voqealar emas edi. Ular ichida sirli hodisalar, g'ayrioddiy qahramonlar va hayratlanarli voqealar bo'lardi. Aynan ana shunday hikoyalar vaqt o'tishi bilan afsonalarga aylangan. Afsonalar insoniyat tarixining eng qadimiy hikoya shakllaridan biri. Ular yozma kitoblarda emas, balki odamlarning xotirasidan avloddan avlodga o'tib kelgan. Bugungi kunda ham afsonalar insonlarni qiziqtiradi, chunki ularning ichida sir, tarix, tasavvur aralashib ketgan. Lekin savol tug'iladi: ularga ishonsa bo'ladimi? Ular qayerdan paydo bo'lgan? Bugun shu savollarga javob berishga harakat qilaman. Sizlar bilan Bahromjon va bu video alohida video va noodatiy mavzuda bo'ladi. Boshlash jarayonida unga like bosishni unutmang. Mayli, davom etamiz. Afsona bu qadim zamonlardan beri og'zaki tarzda aytib kelinadigan hikoya bo'lib, ko'pincha tarixiy voqealar, mashhur shaxslar yoki g'ayrioddiy hodisalar tasvirlanadi. Bunday hikoyalar avval yozilmagan, balki odamlarning xotirasida saqlanib qolgan. Afsonalar ortida haqiqiy voqealar yashiringan bo'lishi mumkin. Masalan, qadim Yunonlar dengiz tubida yo'qolib ketgan buyuk bir shahar haqida rivoyatlar qiladi. Ularning rivoyatlarida bir shahar juda boy, rivojlangan va qudratli bo'lgan. Ammo bir kun kelib, katta falokat tufayli suv ostida qolgan. Ko'pchilik bu hikoyani uzoq vaqt oddiy bir rivoyat deb o'yladi. Keyinchalik tarixchilar qadimiy yozuvlarni o'rganib, ayrim dengiz bo'yidagi shaharlar haqiqatdan ham tabiiy ofat sababli yo'qolib ketganini aniqlashgan. Bu mashhur afsona, ammo yagona emas. Shunga o'xshash oltindan qurilgan shahar El Dorado shahri haqida ham ma'lumotlar bor. Ularni rost yoki buzilmalik bo'lmasa-da, o'sha shaharni qidirib ekspeditsiyalar uyushtirgan odamlar ham bor. Yana ayrim hududlarda qadimiy qal'alar va xarobalar, balki bu joylarda yashagan jasur hukmdorlar yoki buyuk aql sohiblari haqida ham eslashadi. Ba'zan hikoyalar tarixiy faktlarga asoslangan bo'ladi, ba'zan esa xalq tasavvuri bilan boyitilgan bo'ladi. Bunga ham misollar talaygina. Masalan, afsonaviy mavjudotlarni olaylik. Oldingi kerakli zamonlarda odamlar dunyoni kundalik ilmiy orqali tushuntirib bera olmaydi. Tabiatda sodir bo'ladigan g'ayrioddiy hodisa, noma'lum xavf, g'ayrioddiy hayotda ko'pincha ulardagi tasavvurot. Natijada tasavvurda turli xil g'ayrioddiy mavjudotlar paydo bo'ladi. Shu sababli dunyoning deyarli barcha hayvonotlarida dinozavrlar, gigantlar, sehrli qushlar yoki yangi inson yangi hayvon ko'rishni mavjudotlar haqida hikoyalar uchraydi. Ajdarlar eng mashhur afsonaviy mavjudotlardan biri. Ko'pincha juda katta, qanotli va olovga kelgan jonzot sifatida ko'riladi. Ba'zi hikoyalarda ular boyliklarni xotirlaydilar, boshqalarida esa afsolishadi. Bunday hikoyalar Osiyo, Yevropa va boshqa joylarda keng yoyilgan. Yana ba'zi hikoyalar boshqalarida donoligini sifatida ham tasvirlangan. Har xil Kraken, masalan, dengiz afsonasi, Cyclops, Kentaur, Minotaurlar juda ko'proq Misr va Yunon afsonalariga oid. Afsonalar odamlarni qo'rqadigan hozir ilmiy jihatdan isbotlanmagan variantlar, lekin keyinchalik tarixiy manbalar va teoriya topilmalar ularning kam bir qismi
ko'rsatdi. Butun jahonning mashhur Iliada, mashhur Troya asaridagi voqealar asrlar davomida qiynoq bo'lib kelgan. Ammo o'tgan jahonda nemis arxeolog Heinrich Schliemann Troya shahrining xarobalarini topgan. 1911-yil Amerika tadqiqotchi Gambino Antog'larning qadimiy Inka shahri bu mavjudot joyda Amerika Janubiy Amerikada rivojda yashagan bir shahar ko'plab mo'jizalar bor edi. O'sha vaqtgacha Troya esa uni borligiga hech kim shubha qilmaydi. Petrov qanday shaharlar ham xuddi shunday tarixga ega. Ko'pincha afsonalar bor-borada hep ketganda yana bir tushuncha uchraydi. Bu mitologiya. Mitologiya qadimiy xalqlar afsonalari, rivoyatlari, qadimgi qahramonlar va hayotdagi mavjudotlar haqidagi hikoyalar majmuasi. Oydincha aytganda, mitologiya ma'lum bir xalqning qadimiy tasavvurlari va hikoyalar qismi hisoblanadi. Bir qarashda alohida ta'rif tuyuladi. Real hayotda bo'lishi mumkinmi? Masalan, oddiy misol ajdarlar. Ajdarlar ko'p afsonalarda uchraydi, ammo real hayotda ular mavjud bo'la olmaydi. Bunga bir qancha sabablar bor. Qadimiy shaharlar esa bu endi biroz murakkabroq masala. Ular haqida izlanishgan bor-yo'qligi ular eng noaniqligicha turibdi. Endi asosiy mavzulardan biri afsonalar hozirgi kunda qanday ahamiyatga ega? Afsonalar qadim zamonlardan beri odamlarning hayotida muhim rol o'ynab kelgan. Ular nafaqat qiziqarli hikoya, balki madaniyat, tarbiya va inson tafakkurining rivojlanish vositasi bo'lgan. Bugungi kunda ham afsonalarning ahamiyati yo'qolmagan. Madaniy meros sifatida afsonalar juda muhim. Ular xalq e'tiqodi, qadriyatlari, urf-odatlari, tarixiy tajribalarni o'ziga aks ettiradi. Masalan, Yunon afsonalari bugungi kunda adabiyot, teatr va kinoga ilhom beradi. Hindistonning qadimiy epik hikoyalari bolalar uchun tarbiya vositasi sifatida ishlatiladi. Shu tariqa afsonalar orqali xalqlar o'z madaniy merosini yangi avlodga yetkazadi. Tarbiya va axloqiy sabab sifatida ko'plab afsonalarda yaxshilik va yomonlik, jasorat va dono qarashlar asosida dars beriladi. Bolalar afsonalar orqali muhabbat, jasorat va sadoqat kabi qadriyatlarni o'rganadi. Ba'zi hikoyalar insonni xatolardan ogohlantiradi va hayotiy saboqlarni beradi. Afsonalar insonning ijodiyoti va tasavvurini rivojlantiradi. Yoshlar hikoyalarni o'qib yangi g'oyalar yaratadi. San'atkorlar, yozuvchilar va film rejissyorlari afsonalardan ilhomlanib yangi asarlar yaratadi. Buni oxirgi yillarda yaratilayotgan ko'plab kinokrossovverlar va shunga o'xshashlardan bilsa bo'ladi. Tarixiy va ilmiy manba sifatida ba'zi afsonalar tarixiy voqealar va tabiat hodisalarining izlarini saqlab qolgan. Arxeologlar va tarixchilar afsonalar orqali qadimiy shaharlar, odamlar va yoki hodisalarni aniqlashi mumkin. Shuning uchun afsonalar ilmiy izlanishlarda ham qiziqarli manba hisoblanadi. Hozirgi zamondagi jamiyat va madaniyatga qarasak, afsonaviy joylar va shunga o'xshash maskanlar turizm va shunga o'xshash ko'plab sohalarda muhim va eng asosiy joylardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ijtimoiy media va internet orqali afsonalar internetning o'zida dunyoga keng tarqaladi. Bu tarqalib bormoqda ham. Ular nafaqat tarqaladi, balki yangilari ham yaraladi. Bu esa albatta unchalik yomon emas. Lekin baribir ham uning rost va to'qima ekanligini ajrata bilish zarur. Va shu bilan bu video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Darvoqe, agar shunga o'xshash alohida va boshqa mavzuda ham video qilishni istasangiz,
Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu video sizlarga yoqdimi? Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.